topa olmadi Ibrohim Halil Yo'ldoshev. Mana endi to'p yetkazilmoqda. Alisher Odilov o'tyapti, jarima maydonchasiga yaqinlashyapti. Alisher Odilov to'pni o'zi saqlab turibdi, ichkariga cross, xavfli vaziyat, zarbaga chishiti bormadi. Qizilqum vakillari to'pni qaytarishdi, lekin to'laligicha emas. Bilolxon Toshmirzayev endi o'yin qanot orqali hujumni rivojlantirib, ichkariga boshladi Farg'ona, boshladi Neftchi. 77-raqamda o'ynayotgan Bilolxondan aytish mumkinki, to'yli cross darajasidagi pas bo'ldi. Tezkor Ubaydullayev variant izlayapti. Boyan Sigirni topdi. Pas beradi, birga bir, ketdi. Endi nima bo'ladi? Maroshichdan aqlli uzatma, Alisher Odilovdan dubl. Hozir Jigaui havodan to'pni uzatib beradi. Qizilqumda unaqa bo'ydor futbolchilar ko'p emas, Neftchi bilan solishtirganimizda. Shuning uchun bo'lsa kerak. Juda qiyin bo'ladi mana Nurxda va uzr so'rayotgan bo'lsa ham, lekin gol uryapti. Ha, hisob o'yinga intriga beryapti. Hisob futbolchilari Iskandarov esa juda ham xotirjam tarzda to'pni to'xtatdi, meni tegmagan. Qo'liga tegmagan. Boyaga hali qizil yoki sariq bo'ldi-ku, tepa oyog'i tekkan. Shunga o'xshayapti. Video asnet referi tizimidagilar mana bu yaqinroqni namoyish etishlari kerak. Hop. Baribir stop kadr kerak ekan. Kadrni to'xtatishlari kerak. Hozircha Temurбек to'xtasin. Endi Sayfiyev maydonga tushgandan keyin o'yinni haligi cho'g'ini o'chirish bo'yicha Neftchi master klass o'tyapti va hozir hisob o'zgarishi mumkin va hammasi tugaydi. Alda gol ur va tugadi. Yo'ldoshev kim urish kerak edi golni? O'yindagi eng faol futbolchilardan biri Ibrohim Halil Yo'ldoshev. Ibrohim Halil Yo'ldoshev charchamadi. O'zi boya oldinga o'tdi dedim-ku. Yakun. Mantiqiy yakun 4-1. Bugun Neftchi o'sha uzoq yillar kutilgan chempionligiga erishishga yaqin. Erishdi desam bo'ladi. Chunki endi 3 golli farqni hozirgi o'yini bilan Qizilqum yo'qqa chiqara oldi. Xayrulla aka chempion bo'lib boradi. Qaychi uslubida tepadimi deb o'ylagandik. Mana zarba. Offside. Hozircha Temurбек To'xtasinov final qishlagini chalgani yo'q. Bo'ldi. Neftchi chempion. Neftchi uzoq kutilgan chempionlikka erishyapti. 24 yil kutdi bu chempionlikni farg'onalik muxlislar. 24 yil bitta avlod yetildi, bitta avlod futbolchilar. Ramzi desak bo'ladi. Ya'ni Superligamiz deyilganda albatta Diyor Imomxo'jayevni ham qo'shamiz. U ham safda turibdi mana. Shaxs kubokni Neftchi futbolchilariga olib borishyapti va Neftchi mamlakatini bayram nishonlamoqda. Salyutni katta buyog'i. Farg'ona o'yna, kuyla, bayram qil. Sening davring keldi. 2025-yilgi mavsum chempioni Neftchi. Hamma joy Neftchi rangiga aylanib ketdi. Neftchi rangiga aylanib ketdi. Mana Neftchi kelasi mavsumda muxlislarini ko'rsatishsin. Muxlislar ham butunlay boshqacha